Voqealar 19-asr o'rtalaridan boshlanadi. Videoning originali GeoHistory kanaliga yuklangan, mavzu o'zbek auditoriyasi uchun tarjima qilindi va to'liq qayta ishlandi. Yevropaning ko'plab burchaklarida milliy o'zlikni anglash paydo bo'lar ekan, buning oqibatida qudratli saltanatlar zaiflasha boshlaydi. Sardiniya qirolligi Fransiya bilan ittifoqda Avstriya imperiyasiga mag'lubiyat yetkazib, Italiyaning birlashishiga erishadi. Prussiya Germaniya ittifoqiga nisbatan o'zining qarashlariga ega ekan, u ham Avstriya ustidan g'alaba qozonib, Shimoliy Germaniya ittifoqini tuzadi. 5 yil o'tib Prussiya Janubiy Germaniya davlatlari bilan birlashib Fransiyaga qarshi urushda g'olib chiqadi. Versal qasrida Germaniya imperiyasi tuzilganligi to'g'risida e'lon qilinadi. Yangi davlat Elzas-Lotaringiyani qo'lga kiritadi. Fransiyaning revanshizmidan o'zini himoya qilish uchun Germaniya, Avstriya-Vengriya va Rossiya bilan diplomatik aloqalarni mustahkamlaydi hamda o'zining sanoat va harbiy sohalarini shiddat bilan rivojlantirishga kirishadi. Yevropaning janubiy sharqida sodir bo'lgan qo'zg'olonlar Usmonlilar imperiyasiga tahdid soladi. Uning tarixiy dushmani hisoblanmish Rossiya bunday vaziyatdan foydalanib, urushdan keyin Bolqon davlatlari mustaqillikka erishishlariga ko'maklashadi va o'ziga yangi hududlarni qo'shib oladi. Biroq Rossiyaning ta'sir doirasi kengayishi G'arb mamlakatlariga ma'qul kelmaydi va shartnomani qayta ko'rib chiqish uchun ularning barchasi Berlinda yig'iladi. Bu esa Rossiya aholisining Germaniya haqidagi jamoat fikrini salbiylashtiradi. Shundan keyin Germaniya Avstriya-Vengriya bilan mudofaa kelishuvini tuzadi. Fransiya uzoq harakatlardan keyin nihoyat Tunisni qo'lga kiritgach, Italiya ham yuqoridagi ittifoqqa qo'shiladi. Uchala mamlakat Uchlik ittifoqi nomini olgan triadani shakllantiradi. Videoning shu joyigacha yetib kelgan bo'lsangiz, iltimos like va obuna tugmasini bosishni unutmang. Videoning yakunida ajoyib savollarni ko'rasiz. Kuch yig'ib ulgurgan Germaniya mustamlakachilik siyosatini boshlaydi. Mustamlakachilik qoidalarini muhokama qilish uchun Yevropa mamlakatlarining vakillarini Berlinga chaqiradi. Keyin esa Osiyo va Afrikadagi yerlarga egalik qiladi. Bu esa Germaniya va Britaniya hamda Fransiya imperiyalari o'rtasidagi kelishmovchiliklarga olib keladi. Germaniyaning o'sib borayotgan qudratini kuzatayotgan Fransiya va Rossiya maxfiy harbiy konvensiya imzolashadi. Shundan keyin Fransiya Italiya bilan neytralitet to'g'risida maxfiy kelishuv tuzishga muvaffaq bo'ladi. Ushbu kelishuv urush boshlanadigan taqdirda Fransiyani ikkita frontda jang qilishlikdan saqlar edi. Birlashgan qirollik ham Germaniya ko'tarilishidan xavotirlanadi. Ayniqsa Germaniyaning harbiy floti borgan sari qirollik kemalariga raqiblik qila boshlagach. Bundan tashqari Germaniya Usmoniylar imperiyasi bilan yaqin diplomatik munosabatlarni yo'lga qo'yadi. Mesopotamiyaning neftiga olib chiquvchi Bag'dod-Berlin temir yo'li qurilishi ham ikkala taraflarning aloqalarini yanada mustahkamlaydi. Lekin Britaniya ushbu neft zaxiralariga bog'liq o'zining rejalarini tuzib qo'ygan edi. Fransiya, Birlashgan Qirollik va Rossiya harbiy kelishuvni imzolab, Antantani yaratadi. Ikkala ittifoq butun Yevropani urushga tortib ketishi mumkin. Kuchli hukmron davlatlar qurollanish poygasini boshlab, harbiy rejalarni tayyorlashadi. Janubiy sharqda Usmonlilar imperiyasi inqilob sababli zaiflashib qolgan. Vaziyatdan foydalangan Avstriya-Vengriya Bosniya va Gersegovinani anneksiya qiladi. Bunday xatti-harakat Rossiya va ayniqsa Serbiyaning e'tiroziga sabab bo'ladi. Serbiya janubiy slavyan xalqlarini birlashtirish orzusida edi. Bolqonda yuz bergan ikkita urush sababli Usmoniylar Yevropaning chegarasiga chekinishga majbur bo'ladi. 28-iyun 1914-yilda Avstriya-Vengriya imperiyasining valiahdi Franz Ferdinand va uning rafiqasi Bosniya serbiyalik millatchilar tomonidan o'ldiriladi. Avstriya-Vengriya jinoyatda Serbiyani ayblab chiqadi. Rossiya esa Serbiyani himoya qilib chiqadi. O'sha vaqtda eng qudratli davlatga aylanib ulgurgan Germaniya esa o'zining ittifoqdoshi Avstriya-Vengriyani qo'llab-quvvatlaydi.
28-iyul kuni Avstriya-Vengriya Serbiyaga urush ochadi. Bunga javoban Rossiya umum harbiy safarbarlikni e'lon qiladi. Bu esa Germaniya uchun o'z harbiy rejasini amalga oshirishga turtki bo'ladi. Ikki tarafda urush olib bormasligi uchun Germaniya fransuzlar armiyasini kutilmaganda shimoldan aylanib o'tib, Fransiyani tezlik bilan yengishni reja qiladi. So'ngra e'tiborini Rossiyaga qaratmoqchi bo'ladi. Askarlarini yig'ish uchun Rossiyaga ko'proq vaqt talab qilinardi. Germaniya Rossiyaga urush e'lon qilib, Lyuksemburgga kirib keladi. Qo'shinlarini o'tkazib yuborishini so'rab Belgiyaga ultimatum qo'yadi. Belgiya neytral mamlakat ekanligiga urg'u berib, Germaniyaning talabini rad etadi. Kelgusi kuni Germaniya Fransiyaga urush e'lon qilib, yurishni boshlaydi. Belgiyaning neytralitetiga kafil bo'lgan Birlashgan Qirollik o'z navbatida Germaniyaga urush e'lon qiladi va qo'shinlarini Fransiyaga jo'natadi. Bir necha kunlar ichida ikkala ittifoqning Yevropadagi barcha hukmron davlatlari, shu jumladan Qora tog' ham urushga qo'shiladi. Faqatgina Italiya hozircha neytral pozitsiyani ushlab turadi. Osiyoda Birlashgan Qirollik bilan ittifoqda bo'lgan Yaponiya Germaniyaga qarshi urush e'lon qiladi va Germaniyaning Xitoy va Okeaniyadagi koloniyalariga bostirib kirishga tayyorgarlik ko'radi. Sharqiy frontda Rossiya Germaniya kutganidan ertaroq hujumni boshlashga muvaffaq bo'ladi, lekin u Sharqiy Prussiyada joylashib qola olmaydi. O'sha paytda janubroqda Avstriya-Vengriya ortga chekinadi. G'arbda esa ittifoqchilar Germaniyaning kirib kelishini to'xtata olmaydi. Fransiya va Britaniya qo'shinlari Marna daryosiga qarab chekinadi hamda harbiy tarkibni qayta o'zgartirib chiqadi. Fransiya hukumatı esa poytaxtni tark etib Bordoga qochadi. Germaniyaning birinchi armiyasi flangda Parijga yaqin muhim joylarni qo'lga oladi va ikkinchi armiya bilan birlashish orqali ittifoqchilarning qo'shinlarini o'rab olishni davom ettirmoqchi edi. Lekin Parijning zaxiradagi qo'shini shimolroqdan qarshi hujumni amalga oshirib, Germaniyani to'xtatishga erishadi. Germaniya qo'shinlari orasida hosil bo'lgan uzilishdan foydalanib, ittifoqchilar bosim orqali Germaniya qo'shinlarini chekinishga majbur qiladi. Schlieffen rejasi muvaffaqiyatsizlikka uchraydi. Frontdagi harakatlar biroz barqarorlashgach, ikkala tomon ham flangdan o'tib bir-birini qisib qo'ymoqchi bo'ladi. Shu tufayli ular dengizga qarab siljishni boshlaydi. Germaniyaning yana bir maqsadi Britaniyadan keladigan qo'shimcha kuch va ta'minot zanjirini kesib qo'yish uchun portlarni bosib olish va Belgiyani izolyatsiyaga tushirishdan iborat edi. Belgiya qo'shini ba'zor Britaniya harbiylariga qo'shilishga muvaffaq bo'ladi. Shundan keyin pozitsion front shakllanadi. Frontning ikki tarafida Shimoliy dengizdan to Shvetsariya chegarasigacha yetadigan uzunligi deyarli 700 kilometrlik okoplar quriladi. G'arbiy front qotib qoladi va natijada bir-biriga zarba berish uchun har ikkala taraf barcha mavjud bo'lgan vositalardan foydalanishga o'tadi. Urush umumiy urushga aylanadi. Qudratli qirollik floti Germaniyani blokadaga tushiradi. Nemis submarinalari esa barcha kemalarni cho'ktirish uchun Britaniya suvlariga jo'natiladi. Yaqinda ixtiro qilingan aviatsiya dastlab kuzatuv ishlari uchun qo'llaniladi, lekin keyinchalik samolyotlar bombardirovka va havo janglari uchun ishlatiladi. Germaniya Parijni bombardirovka qilish uchun Zeppelin dirijablidan 2 marta foydalanadi. Angliyani bombardirovka qilish uchun 50 marta jo'natiladi. Okoplardagi dushmanni yo'q qilish uchun ikkala taraf ham zaharlovchi gazlarni ishga soladi. Fuqarolar esa harbiy mahsulotlarni ishlab chiqarish uchun zavodlarda ishlaydi, shu jumladan qurol ishlab chiqaruvchi zavodlarda ayollar ham mehnat qiladi. Urushda Yevropaning koloniyalari va Britaniya dominionlari ham harakatga keltiriladi. Ular Germaniyaning koloniyalarini bosib oladi va frontdagi qo'shinlarga katta yordam kuchlarini jo'natadi. Sharqda Rossiya Avstriya-Germaniya bosimiga qarshi turadi. Usmoniylar imperiyasi imkoniyatdan foydalanib, markaziy davlatlar tarafida urushga qo'shiladi.
Kavkazda yangi front ochiladi. Britaniya esa neft zaxiralarini nazoratga olish maqsadida Hind qo'shinlarini Mesopotamiyaga tushiradi. Bunga javoban markaziy saltanatlar Suvaysh kanaliga qarab yurishni boshlaydi. Yurishdan maqsad Hindistondan keltiriladigan ta'minot liniyasini to'sib qo'yish edi, lekin ularning hujumlari to'xtatiladi. Geografik nuqtai nazardan izolyatsiyada qolgan Rossiyani qo'llab-quvvatlash maqsadida ittifoqchilar Dardanel bo'g'ozi orqali ta'minot marshrutini yo'lga qo'ymoqchi bo'ladi. Fransiya va Britaniya kemalari Usmoniylar imperiyasining qal'alariga zarba berish uchun bo'g'ozga kirib keladi. Lekin suvlar zich minalashtirilganligi sababli ular chekinishga majbur bo'ladi. Bir oy o'tib 25-aprel kuni ittifoqchilar Gelibolu yarim oroliga desantlarini tushiradi. Ammo Usmoniylar qo'shinlari mudofaani ushlaydi va yana bitta pozitsion front paydo bo'ladi. Cheklovlarsiz olib borilayotgan suvosti janglari tufayli Germaniya Britaniyaning Lusitania laynerini cho'ktiradi. 1200 nafar inson qurbon bo'ladi. Shular orasida 128 nafar AQSh fuqarolari ham bo'lgan. Shu vaqtgacha rasman neytral pozitsiyada turgan Amerika Qo'shma Shtatlari norozilik bildiradi. Qo'shma Shtatlar urushga qo'shilishini istamagan Germaniya suv osti janglarini vaqtincha to'xtatadi. Antanta mamlakatlari bilan o'ziga yangi hududlarni qo'shib olishga kelishgan Italiya Avstriya-Vengriyaga qarshi urush boshlaydi va Socha daryosidan yurishni boshlaydi. Sharqda esa Rossiya ortga chekinishni to'xtatadi. Bolqon yarim orolini o'ziga qaytarib olish niyatida Bolgariya markaziy saltanatlarga qo'shiladi. Avstriya-Germaniya qo'shinlari bilan birgalikda u Serbiyaga bostirib kiradi. Bunga javoban Antanta ishtirokchilari Gretsiyaning neytralitetini pisand qilmagan holda Salonikiga kirib keladi. Usmoniylarga butunlay mag'lub bo'lgan askarlar ham Dardaneldan olinib Salonikiga tashlanadi. Ammo pozitsiyalarini yo'qotib qo'ygan Serbiyaning qo'shini Albaniya orqali qochishga majbur bo'ladi. Ular Korfu oroliga kelib, u yerdan yana qayta Saloniki frontiga qo'shiladi. G'arbiy frontda Germaniya Verdenga keng qamrovli yurishni boshlaydi. Nemis artilleriyasi fransuzlarning okoplarini o't ostida qoldiradi. Lekin fransuzlar oxirigacha jang qiladi. Yevropaning janubiy qismida Britaniyaning ittifoqchisi Portugaliya nemis kemalarini portlariga qabul qilmaydi. Germaniya Portugaliyaga urush e'lon qiladi. Portugaliya esa qo'shinlarini Fransiya va Afrikaga jo'natadi. Afrikada faqatgina Germaniyaning Sharqiy Afrikasi hamon qarshilik ko'rsatayotgan edi. Mesopotamiyada Al-Qutda qo'shinini yo'qotgan Birlashgan Qirollik hudud ichida yordam qidiradi. Britaniya va Fransiya Usmoniylar imperiyasiga tegishli hududlarni urushdan keyin bo'lib olish bo'yicha maxfiy muhokamalarni o'tkazadi. Shundan keyin ikkala taraf Makkadan boshlanadigan arablar qo'zg'olonini qo'llab-quvvatlaydi. Qo'zg'olonchilarga mustaqillik va'da qilinadi. Shimoliy dengizda Nemis va Britaniya kemalari tarixdagi eng katta dengiz janglaridan birida uchrashadi. Britaniyaning jiddiy yo'qotishlariga qaramasdan son jihatdan ozroq bo'lgan Germaniya floti tunda o'z portiga qaytib ketadi. Verdendagi jang davom etarkan, Italiya esa Avstriya-Vengriya bosimi ostida turarkan, Rossiya ittifoqdoshlarining ahvolini yengillashtirish maqsadida katta hujumni boshlaydi. Dushmanning mudofaasini yorishga muvaffaq bo'ladi. G'arbda Somma daryosining atrofida Britaniya boshchiligida yana boshqa katta yurish boshlanadi. Unda ilk bor tanklar qo'llaniladi, lekin bu hech qanday natija bermaydi. Ruminiya ham Antantaga qo'shiladi, lekin markaziy saltanatlar uni tezda bosib oladi. Brusilov hujumi Somma va Verdendagi janglar sababli ikkala tomon ham juda ko'p insonlarni qurbon qiladi. Askarlar holsizlikka va tushkunlikka tushadi. Harbiy xarajatlar va ittifoqchilar tomonidan qo'yilgan savdo embargosi sababli paydo bo'lgan Germaniyadagi oziq-ovqat yetishmovchiligi ocharchilikka olib keladi. G'arbiy davlatlar aksincha ta'minot manbasiga ega edi. Bunda Amerika Qo'shma Shtatlari asosiy rolni o'ynaydi va urush ishtirokchilarini qarzdor qilib qo'yadi.
Bunga qarshi Germaniya yana chegarasiz dengiz osti janglarini qayta tiklaydi va har qanday harbiy hamda savdo kemalarini cho'ktirishga kirishadi. Bundan tashqari Germaniya telegramma orqali Meksikani Qo'shma Shtatlarga qarshi ittifoq tuzishga chaqiradi. Bu xabar Britaniya tomonidan qo'lga kiritiladi va Qo'shma Shtatlarga yuboriladi. Shundan keyin Amerika Qo'shma Shtatlari urushga tayyorgarlik ko'rishni boshlaydi. Urush sababli Rossiya xalqi holdan toyadi. Aholi davlat to'ntaruvini amalga oshirib, imperatorni taxtdan voz kechishga majbur qiladi. Vaqtinchalik hukumat tuziladi. Muvaqqat hukumat urushni davom ettiradi. O'z navbatida Qo'shma Shtatlar ham Germaniyaga urush ochadi, lekin ularning qo'shinlari faqatgina bir necha oylardan keyin frontga yetib keladi. Gretsiya ittifoqchilar bosimi ostida Antantaga qo'shiladi. Ikkala tomonda ham urushdan charchagan askarlar isyonlar ko'taradi. Uzoq davom etgan va katta yo'qotishlarga sabab bo'lgan, lekin sezilarli natija bermagan Italiya frontida harbiylarning jangovar ruhi pasayadi. Avstriya-Germaniya qo'shinlari qarshi hujum o'tkazib, dushmanni ortga tashlaydi. Britaniya armiyasi G'azodagi g'alabadan keyin Falastinga kirishga tayyorlanadi. Yevrey jamiyatidan yordam olishni reja qilgan Britaniya bosh vaziri Artur Balfour Britaniya sionistlarining sardori Lord Rotshildga murojaat qilib, deklaratsiya nashr qiladi va Falastinda yevreylar o'z davlatiga ega bo'lishlariga va'da beradi. Rossiyada ikkinchi davlat to'ntaruvi sodir bo'ladi va hokimiyatga bolsheviklar keladi. Ular Germaniya bilan tinchlik shartnomasini tuzishga harakat qiladi. Ammo besamar muzokaralardan keyin harbiy harakatlar yana jonlanadi. Avstriya-Germaniya qo'shinlari Rus armiyasini yaroqsiz ahvolga keltiradi. Shundan keyin Rossiya qayta tinchlik shartnomasini tuzib, bir nechta yangi davlatlarning mustaqilligini tan olishga majbur bo'ladi. Rossiyada fuqarolar urushi boshlanadi. Rossiyani urushdan chiqarib yuborgan Germaniya Amerika Qo'shma Shtatlari armiyasi yetib kelgunicha g'alabaga erishish uchun o'z diqqatini g'arbiy frontga qaratadi. 4 oylik katta ko'lamli hujum boshlanadi va Germaniya askarlari yana Marnaga yetib keladi. Lekin ittifoqchilarning kuchli qarshi hujumi nemislarni tag'in ortga chekintiradi. Shu bilan bir vaqtda ittifoqchilar Saloniki frontida ham hujumni boshlaydi. Bolgariya tinchlik bitimini tuzishga majbur bo'ladi. Usmoniylar imperiyasi izolyatsiyada qoladi va shu vaqtda arab-ingliz qo'shinlari Damashqqa yetib keladi. Fransuzlar esa Bayrutga kirib keladi. Avstriya-Vengriya Bolqon yarim oroli va Italiyani tark etadi. O'z mustaqilliklarini talab qilib chiqqan separatistlar sababli u zaiflashib qoladi. Usmoniylar imperiyasi va uning ketidan Avstriya-Vengriya Antanta bilan tinchlik sulhini tuzadi. Germaniya flotining dengizchilari qirollik floti bilan jang qilishdan bosh tortadi va isyon ko'taradi. Bu esa xalq qo'zg'oloniga aylanib ketadi. Imperator taxtdan voz kechishga majbur bo'ladi va Germaniyaning yangi hukumati tinchlik so'raydi. 11-noyabr 1918-yilda ushbu tinchlik shartnomasi imzolanadi. Olti oy davomida g'olib chiqqan mamlakatlar tinchlik shartnomasini tuzish yuzasidan Parijda ish olib borishadi. Germaniya bilan alohida tinchlik bitimini tuzgan Rossiya Parijdagi konferensiyaga taklif qilinmaydi. AQSh Millatlar Ligasini tuzish bo'yicha reja taklif qiladi. Birlashgan Qirollik va ayniqsa shimoliy hududlari vayron qilingan Fransiya Germaniya zaiflashishini va undan reparatsiyalar undirilishini istaydi. 28-iyun 1919-yil ramziy sanaga aylanadi. Sarayevodagi qotillikdan keyin 5 yil o'tib Versal saroyida Germaniya va ittifoqchilar o'rtasida tinchlik shartnomasi imzolanadi. Bu tadbir 1871-yilda Germaniya imperiyasi e'lon qilingan joyda bo'lib o'tadi. Germaniyaga nisbatan og'ir choralar qo'llaniladi. Mamlakat o'zining 20% hududini va 10% aholisini yo'qotadi. Hududlari asosan Polsha hisobiga o'tkaziladi. Polsha davlati qayta tiklanadi va dengizga chiquvchi yo'lakchani qo'lga kiritadi. Germaniya 2 qismga bo'linadi. Ko'mirga boy Saar hududi 15 yilga xalqaro nazorat ostiga o'tadi.
Germaniyaning koloniyalari g'oliblar tomonidan bo'lib olinadi, qo'shinlari tarqatib yuboriladi. Nihoyat Germaniya va uning ittifoqdoshlari urushdagi zararlar uchun aybdor deb topiladi va tovon to'lashga majbur qilinadi. Bunaqa shartnoma tuzilishi Germaniya xalqi tomonidan haqorat deya qabul qilinadi. Avstriya-Vengriya butunlay parchalanib ketadi. Chexoslovakiya va serblar, xorvatlar va slovenlar qirolligi yaratiladi. Italiya o'zini aldangandek his etadi, sababi va'da qilingan barcha yerlar unga berilmaydi. Nemis tilida so'zlashuvchi Avstriya Germaniyaga qo'shilishdan bosh tortadi. Usmoniylar davlati ham Sevr shartnomasiga ko'ra bo'lib tashlanadi. Fransiya va yevreylarga yer berishni hamda arablarga mustaqillik taqdim etishni va'da qilgan Birlashgan Qirollik so'zida turishga harakat qiladi. Ammo turklar bunday kelishuvga rozi bo'lmaydi va yana qo'llariga qayta qurol ko'taradi. Ular ayrim hududlarini qaytarib olib, keyinchalik Lozannada tinchlik shartnomasini imzolaydi. Birinchi jahon urushi yoki yana boshqachasiga ataladigan Buyuk urush deyarli 18 million kishining hayotiga zomin bo'ladi. Shulardan 8 millioni oddiy fuqarolar. Tarixdagi eng falokatli urushga aylanadi. Mutlaq quvvatini yo'qotgan aholi ispan grippiga chalinadi. Yevropa mamlakatlari katta qarzlarga botadi. Bu esa neytral mamlakatlar va asosan Qo'shma Shtatlarga qo'l keladi. Amerika Qo'shma Shtatlari kelajakda eng ilg'or davlatga aylanishiga imkoniyatlar ochiladi. Rossiya imperiyasining o'rniga SSSR shakllanadi. Mamlakat urush sababli holdan toygan va ko'plab hududlarini qo'ldan chiqargan edi. Falastinga ko'chib borgan sionist yevreylar va arablar o'rtasida vaziyat keskinlashadi. Yevropaning yangi chegaralari ko'plarga ma'qul kelmaydi. Nemislarning katta qismi Polsha va Chexoslovakiyada qolib ketishi esa kelgusida Ikkinchi jahon urushi boshlanishiga o'z hissasini qo'shadi. Shunaqa gaplar do'stlar. Endi esa savol: bu urush fonida qaysi gegemon davlat o'z qudratini qo'ldan chiqarib, joyini o'zgaga topshirayotgan edi? Ikkinchi savol: qaysi davlat o'sha gegemon o'rniga chiqayotgan va chiqishi aniq edi? Uchinchi savol: qaysi davlat hammani chuv tushirib ketdi? Paragraf 961. Sog' salomat bo'ling.